Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler, jana Baytu kanalının katılımcıları. Bugün 18 sentyabr 2021 yıl Kuşap mal bazarındayız. Bugünkü çarşıda Kuşap mal bazarından koylardı, qo'shqorlardı, qo'zilardı, jana shunday ele echki, uloq tekilerdi tatib ko'rsatgani harakat qilmoqchimiz. Hozir shu bir chetdan bo'lsa, bunda qo'zi qaysini qo'zisi aka? Namiz. Qancha do'st buni? 12 ming so'm. Tishichi? Sal keksira, 60 bo'ldi. 60 bo'lib qoldi dedi kechiradi. Qo'zi erkak burg'achi va? Burg'achi. Quyruqlari o'ta so'ng qo'zi ekan, biroq bekinib ketdi. 12 ming so'm kemar ekan. Bunaqa qo'zi o'zicha deysiz. Nima va? Nima? Bu qancha do'st? Basım qo'yaylik. Kelishimni bor ekan. Tishichi buni? 2 tish. 2 tish ekan. Buna qo'zisi buni. Buna semiz qo'y ekan. Tishi biraz 6 tishdan o'tib qoldi deydi. 15 ming so'm kam bor dedingiz, ha? Qancha so'rayapti? 12,5 so'radi. 12,5 ming so'radi, berib berdim deydi. Biroq men semiz eti dag'i bor ekan. Na qo'zil qo'ydi 13 ming so'm kam bor ekan. Qo'z erkak burg'achi u? Burg'achi. Qancha tish bo'lib qoldi? Nesi? Tishi qancha tish bo'lib qoldi? 6 tish bo'ldi. 6 tish bo'lgan ekan. Qancha so'rayapti? Qancha so'rayapti? Arqasi so'rayapti. Qo'zlar qanchadan bo'ladi? 8 dan. Burg'achlar erkaklarmi? Erkak qo'zlari ko'tan. Qo'z qo'chqorlar ekan. Qanchadan so'radi? 5 ming so'radi, berib berdim. 5 ming so'radi, berib berdik. Buna qo'z o'zincha qo'z bilanmi? Enisi? Yo'q, bo'lak bu. Bo'lak. Qancha do'st buni? 8 kam bor. 8 kam bor. Qancha so'rayapti bu? 7 ga so'rab berib berdim dedi. Narx qo'ychi? 13 kam bor. 13 shichi. Shorta. Shorta 6 dedi. Qancha? 13 kam bor. Qancha so'raylik? 13 ming so'm kiyim olib, bozor so'raylik dedi. Mana shu qara qo'zi bilan enesi mana shu ekan, cho'ng. Bu qancha tish bo'lib qoldi qo'y? 4 tish bilan. Mana qo'zi erkak ekan. Bu qancha bo'ldi bas? 17 kam bor. Qo'ydagi cho'ng. Nasıl soyuşqa o'tadi? Semiz ekan. Qancha bu? 13. 13 ming so'm soyuşqa semiz ekan. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? Qo'zlar 8,5. Qo'zlar 8,5 mingdan deydi bunda cho'ng-cho'ng semizlar bilan. 7,5 ming so'mdan semiz ekan. 9,5 bu. Ha. Shunday qator 9,5 shunday soyuşlar bor mana. Shol qancha shol? 14 ming so'm bu o'ta bunday. Eti dag'i dard semiz ekan mana. Ko'rasiz. 6 ming shol qo'zi. Bunda qo'zi 6 ming so'm keyin bor deydi. 8 ming. Bu 8 ming so'm. Buna qo'zi. Sarı qo'zi. Qancha bu? Bu 6 ming. 6 ming so'm o'tgan mana o'zimda. Shunday qator qo'zi so'yish qalayapti da qo'ylar ardayim shunday. Ko'p qarmaysan ana shunday qo'y so'yishlarda. Nomerini aytib qo'ysan, qiziqqanlar bo'lsa. 778 ming. 75 20 noldan. Shu nomerga baylanishibdi shunday so'yishlarda qo'zilardagi so'rasanizlar bo'lib qo'ysa. Yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Ishingizga iyilik. Buna qo'zi 5800 so'mga sotib olinibdi. Urg'ach erkakmi? Qo'chqor. Qo'z qo'chqor ekan. Neda shunday qator tegiz qo'zlar chiqibdi. Jaqtish kerak. 20 mingga chokni qo'shib beramdan olib qolib. 5,5 qilishyapti. Qilaveradi bozorda. Qancha so'rayapti? O'ttamchida arz Uchtasiga 20 ming. 50 qo'zida o'sha o'ttam arasida biroq. Mana 3 qo'ziga 20 ming so'm berildi. Bor. 3 qo'zi 27 ming so'mga sotib olindi. Şuğa vereyim. Qanchaga? O'shani shuga vereyim. Endi uchtu. Ishni vereyim. Şöyle 5 ga kam bo'ldi. Neliga qizg'ardi? Neliga qizg'ardi? Mana shu qo'ziga 5 ming berayin hozir so'da o'tibdi. Etidan yaxshi ekan. 10500 so'm. 9500 dan bo'ldi. 10500. Ha, 10500 so'mdan olinibdir. Eko 10 mingdan bo'ldi.
Mına kişekeler kançadan bolat Eko? 5,5'dan kaldı. 5,5 so'mdan keyin bordi o'tgan. Qancha so'rash shu Ekoni? Arqa so'radi. 27 ming so'm keyin bordi, cho'ng qo'shqor ekan. Qancha chiqib qoldi aka? Ajit. Chiran chiqib qoldi aka? 2 tish aka. 2 kishi. 2 kishi ekan. 21,5 ming so'radi dedingiz, ha? 21,5 ming so'radi ekan shu qo'shqor. Cho'ng qo'shqor ekan bu yaxshi. Qancha dedi sava? 50. Tishicha. 6 tish. Qancha so'rashyapti bu? Qancha so'rashdi? 35 so'rashdi. 35 ming so'm so'radi, berdim dedi. Ular o'rtaga cho'ng so'radi. Yaxshi. Nima qo'chqorda so'radi? Qo'chqor qancha bo'ldi tava? Assalomu alaykum. Atasi yaxshi qanchasiz? 35 deyapti. 35 tishicha. 4 tish. Qancha so'rashdi? 26. 26 ming so'radi, berib berdik dedi. Cho'ng qo'chqor ekan bu. Yaxshi. Yaxshi, Alloh razı olsun. Qo'z qo'chqorlar qanchadan bo'ladi aka? 7'den bak. 7'den beri odat 7. 7'den belli odat. Ha? Şunalar. 7 ming so'mdan belli odat dedi şu qo'chqorlar. Berilish. Qancha odat qo'chqor? Qancha odat? 40 ming so'm. Tishichi? 6, narxi 2 tish ekan. Qanchadan so'radi? 36'a bermedi. 36'a berilmedi. Eko cebine bir öve. Eko 40 ming, 36'a berilmedi Eko. 36 bermedi. Tegizeli 3 teng ha? Ova. Da 3 teng 30 ming so'mdan keyin bordi ekan. Tishlari cheng. 2 tish bor. 2 tishlarga bordi. Qanchadan so'rashdi? Shu ana o'sha 500 dan 80 ga so'radi. 500 kam 80 ga so'radi. 79 ming 500 ga so'rabdi da uchoni. Uchoni shunday so'radi, berib berdim dedi. Kıdemde meylik dedim. Otur göğe tamam. Versen alayım bak kıdemde. Ya, olmayı çeke verelmedi. Qanchadan dedi sava? 54. 50 mingdan. Tishlaricha? 4 tishdan. 4 tishlar. Eko 50 mingdan ha? 50 ming aka. Ha, Eko 50 mingdan. 25'ten bo'ladi. 5 ga berasizmi? Ha, 45. 47 ga ber, ana 47 qilib o'tar. Eko'ni 47 ga berib ketgan. Eko'ni 47 ga berib ketgan. Tishim jar o'di. Ikki kishiga jar o'tayotganman. Qo'zlarkan. Bu ikkisini ko'rsatib qo'ying. Bular qanchadan bo'ladi aka? 55 ming. 55 mingdan keyin bor. O'g'ri tuqa 55 mingdan keyin bor ekan qo'shoqlar. O'ta cho'ng qo'shoqlar. 95 ship oladi dedingiz a o'zimda? Chiqadi. 95 shot. 95 shotga buyukligidan shular. 55 mingdan keyin bor o'tgan. Aka nomeringizni aytib qo'yasiz? 709 85 03 57 nomerine baylansızlar. Şu iki qo'chqor baylanışıp söyleshib ko'rasizlar. Agar satılıp ketmeseler. Buna 4 qo'chqor 40 ming so'm keyin bordi o'tgan. Qancha so'rashdi? 25 so'rab beribsiz. 25 ming so'm so'radi, berib berdim deydi. Yaxshi, Alloh razı olsun. Ha, shunday qo'chqorlar. Qo'chqorlar qishloqqa yaxshi chiqibdi. Qanchaga ketdi o? Niye kılan? Niye kılan? Şuraya kol berip turgin deb turlim bir tane soda. Gelip durgun degenim yok. Koşma vay çıktı. Gittin koşma vay. Unaqa men bitta qo'ydim. Qaysi nova? Eko. aka. Eko 40 ming so'mga sotildi. Yaxshi eko. Mana shu iki qo'chqor 23 ming so'mga sotib olinibdi eko. Tishlar qancha ekan? Ikkovi ham qo'zi. Ha, qo'zilar ekan, qo'z qo'chqorlar ekan. Cho'ng ekanda, qo'z qo'chqorlar. Eko 23 mingga olindi. Qanchadan bo'ladi uloqlar? 4 mingga bermeding. 3,5 ming. Ha, 3,5 ming bermedingmi? 4 mingda otasizmi? Bir qaqchi. Ha? 4 ming kam. Bunda 4 ming kam var. 4 mingda kim var ganda ko'tanglar. Echkilar qanchadan bo'ldi? Hayır, 7 ming bo'ldi. 7 ming. Narxisicha? 6 da o'taman. 7 ming, 6 ming kam var ekan. 5 kam var. 5 kam var ekan. No'rtadan qancha so'rashdi? Tura olsaymi? So'raylik-ba? So'raylik. Targ'inday so'raylik.
Mına kişinin ulaqtары menen mi, özleri ulaqtar? Qancha oşul? 13 de atar. 13 otası. Bu sütü tadil okşaydı ha? Qancha süt var примерно? Ulaqtar emas. Böğünçö sağ içken alışat da kalın ellerçi. Anan buları özörünçö. Bu eçkin bu ulaq var. Ha bu ulaq qancha bu? 10 de atar. 10 ming so'm. Qancha so'rashi var? Hazır Surayelek. Surayelek. Şerigin sattım 3 milyon. Şerigin ekon juun 3 ming satdınız. Yok bunlar calgız. Ha, жалғызын deseniz. Bularça? Vardı 9 milyon verişti. Ekono. Ekono 9 ming berdi. Yaxshi. Yana qatar törelim. Qancha bo'ladi cho'ng? 7 kam var. 7 kam var. Qancha so'rasa shu var? 5 ber deb turibman. Ha, siz 5 berib 5 ga berib. 5 ga ber deb o'tam. 5 ga berdi o'tgan hozir. Yaxshi. Buna qanchadan bo'ladi ha? Bunlar satıldı 3700 lira. 3750 ga sotildi. Bunlar 3800 lira. 3800 berib o'tsa bermedingiz. Yaxshi mana. Shunday bo'layotgan bozor. Hozir yerdan dag'i 500 so'm bering, 500. qatar sifayla. 500 so'm bering. Bu yerda süt bag'atında var bak. Yo'q ba? Buna cho'ngi qancha bo'ldi shu cho'ng? 6 ming so'm kem bordi ekan cho'ng ichida. O'sha to'latdan bozorda sizga ne o'shatli berib gördünüz chakana vaqt 300 so'm. Deremedere. Sen berib olun ben sizga berib qo'yaman. Veremedere. Cedel şu akşam yap. Gel akşam at. Eski qilayin. Ke. Ya qo'ying. Kaçını aldınız? Ke akşam at. 5000 so'm bere, iyi 5,5 berering. O'z 5000 so'm bo'ldi. Gür. Buna shularga ichiga 300 so'm payda berib olib ketadi. Navlaq shu 4,5 ming so'mga sotib olinibdir. 4,5 ming oldu. Mına hurmatly agalaryjylar, sizler bugun öz Qurshapma bozorundan qo'ylarni, qo'zilarni, qochqolarni, shunday ele eski ulaqtarni ko'rdingizlar. So'ng fikirler bo'lsa kommentariya qoldiringizlar. Kanalga qattiq elektir. Podpisa knopkasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, bizden kelgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.